Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Gap pensiya olayotgan fuqarolar, nogironlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, mehnatga layoqatsizlik bilan bog'liq to'lovlar va tibbiy komissiyadan o'tish tartibi haqida ketadi. Bu ma'lumotni hoziroq bilib olmasangiz, ertaga pensiya to'lovingiz vaqtincha to'xtab qolishi, hujjatingiz qayta ko'rib chiqilishi yoki sizdan ortiqcha yugur talab qilinishi mumkin. Ayniqsa, barcha pensionerlar tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadi degan gaplar odamlar orasida vahima uyg'otmoqda. Kimdir endi yoshga do'yib pensiya olayotganlar ham shifokorlardan o'tadi desa, boshqalar nogironligi borlar qayta tekshiruvdan o'tmasa pul to'xtaydi deyapti. Men bugun shu masalani oddiy, aniq va huquqiy jihatdan tushunarli qilib izohlab beraman. Video oxirigacha albatta ko'ring, chunki aynan oxirgi qismda sizga qanday hujjat tayyorlash, qayerga murojaat qilish va o'zingizni qanday himoya qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qarindoshingiz yoki qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo, men eng muhim savolga javob beraman. Hamma pensionerlar bir xil tartibda tibbiy komissiyadan o'tadimi? Yo'q. Hamma pensionerlar bir xil toifaga kirmaydi. Pensiya deganda odamlar ko'pincha bitta tushunchani tasavvur qiladi. Lekin amalda bir nechta yo'nalish bor. Birinchisi yoshga doir pensiya. Bu erkak yoki ayol qo'lida belgilangan pensiya yoshiga yetganda va yetarli ish staji bo'lganda tayinlanadi. Ikkinchisi nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi. Bu fuqaroning sog'lig'i, mehnat qobiliyati, kasallik darajasi va tibbiy xulosaga bog'liq. Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. To'rtinchisi ayrim ijtimoiy to'lovlar va parvarish bilan bog'liq nafaqalar. Oldin qanday edi? Avvallari ham nogironlik belgilangan fuqarolar uchun tibbiy ko'rik, ya'ni tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi mavjud edi. Ya'ni odam nogironlik guruhi olgan bo'lsa, ko'p hollarda bu guruh ma'lum muddatga berilgan. Masalan, 1 yilga, 2 yilga yoki ayrim holatlarda muddatsiz. Muddat tugaganda fuqaro qayta tibbiy komissiyadan o'tish kerak bo'lgan. Komissiya uning sog'lig'ida o'zgarish bormi? Ahvoli yaxshilanganmi yoki yomonlashganmi? Mehnatga layoqat darajasi qanday? Parvarishga ehtiyoj bormi? Shularni baholagan. Endi nima o'zgargan? O'zgarish shundaki, davlat organlari, tibbiyot muassasalari va pensiya tizimi o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi kuchaymoqda. Ayrim holatlarda avval qog'oz bilan yurilgan ma'lumotlar endi elektron bazalarda tekshirilmoqda. Shu sababli muddati tugagan nogironlik xulosasi noto'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat, yashash joyi o'zgargani, davolanish hujjatlari yetishmasligi yoki qayta ko'rikdan o'tmaganlik tezroq aniqlanishi mumkin. Odamlar esa buni endi hammani majburiy komissiyaga chaqirishyapti deb tushunib qolmoqda. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Yoshga doir oddiy pensiya olayotgan fuqaro faqat pensiya yoshiga yetgani uchun tibbiy komissiyadan o'tmaydi. Ya'ni 6 yoshdan oshgan erkak yoki pensiya yoshiga yetgan ayol, agar uning pensiyasi nogironlikka bog'liq bo'lmasa, odatda tibbiy komissiyaga borib, men hali ham pensionerman deb tasdiqlashi shart emas. Ammo pensiya yoki nafaqa aynan sog'liq holatiga, nogironlik guruhiga, mehnatga layoqatsizlik darajasiga bog'liq bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'ladi. Endi kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa nogironlik guruhi muddati belgilangan fuqarolar. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlikni 1 yilga olgan. U har oy pensiya yoki nafaqa oladi. Xulosada muddat 2025 yil 1 iyungacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, shu muddat tugashidan oldin u qayta ko'rik masalasini hal qilish kerak. Agar u men baribir kasalman, borib yurmayman deb o'tirsa, muddat tugagandan keyin to'lovlar bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Chunki tizimda uning nogironlik maqomi davom etayotgani tasdiqlanmagan bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. 63 yoshli Akmal aka yoshga doir pensiya oladi. Unga hech qanday nogironlik guruhi belgilanmagan. Unga kimdir hamma pensiyalar komissiyadan o'tadi deb aytdi. Akmal aka poliklinikaga yugurib borish shart emas. Chunki uning pensiyasi sog'liq xulosasiga emas, yosh va ish stajiga bog'langan. Endi boshqa misol. 2 yoshli Dilbar opa 2-guruh nogironlik asosida pensiya oladi. Uning nogironlik muddati 1 yilga berilgan. Mana shu holatda Dilbar opa qayta tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tish tartibini kuzatishi, oilaviy shifokoriga murojaat qilishi,
tibbiy hujjatlarni tayyorlashi zarur. Ikkinchi toifa nogironlik guruhi muddatiz belgilanmagan, lekin kasalligi surunkali bo'lgan fuqarolar. Ko'p odamlar men 10 yildan beri shu kasallik bilan yuribman, yana nimani tekshirishadi deb o'ylaydi. Tushunaman, bu odam uchun og'ir. Lekin komissiya faqat kasallik bor yo'qligini emas, uning hayot faoliyatiga ta'sirini ham baholaydi. Masalan, qandli diabet bor odamlarning hammasi bir xil holatda bo'lmaydi. Bir kishida qand nazoratda u yuradi, ishlaydi, o'zini o'zi eplaydi. Boshqa kishida esa ko'rish qobiliyati pasaygan, oyoqda asorat bor, yurish cheklangan, doimiy davolanish kerak. Shuning uchun hujjatlarda kasallik nomi emas. Uning oqibati va cheklov darajasi aniq aks etishi muhim. Uchinchi toifa bolalikdan nogironligi bo'lganlar yoki parvarishga muhtoj shaxslar. Bu yerda ota-onalar, vasiylar va qarindoshlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Agar bola yoki voyaga yetgan shaxs uchun nogironlik, parvarish nafaqasi o'zgalar yordamiga muhtojlik bo'yicha to'lov belgilanadigan bo'lsa, tibbiy xulosa juda muhim. Masalan, o'rinbeki yoshga to'lgan bola avval nogiron bola sifatida nafaqa olgan bo'lsa, keyin uning maqomi kattalar tartibida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ko'p oilalar aynan shu o'tish davrida hujjatni kechiktirib yuboradi. Natijada bir necha oy to'lov kechikadi. Keyin esa odam nima uchun pul tushmadi deb idora yurishga majbur bo'ladi. To'rtinchi toifa ilgari bir marta komissiyadan o'tib, keyin yashash joyini o'zgartirgan fuqarolar. Masalan, odam Samarqanddan Toshkentga ko'chib keldi, lekin tibbiy kartasi eski poliklinikada qoldi. Dispanser nazorati turgani haqida ma'lumot yangi joyda ko'rinmayapti. Qayta ko'rik vaqti kelganda esa shifokorlar bizda sizning kasallik tarixingiz yetarli emas deyishi mumkin. Shuning uchun ko'chib kelgan fuqarolar yangi oilaviy poliklinikada ro'yxatdan o'tganini, eski tibbiy hujjatlar nusxasini olganini, davolanish epikrizlari borligini tekshirish kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasin. Faqat yoshga doir pensiya olayotgan, pensiyasi nogironlikka bog'liq bo'lmagan, muddati tugaydigan tibbiy xulosasi bo'lmagan fuqarolar vahimaga tushmasin. Sizdan har yil shifokorlar komissiyasidan o'tib kelish talab qilinishi odatiy tartib emas. Lekin agar sizga rasmiy chaqiruv, xabarnoma yoki pensiya bo'limidan aniq sabab bilan murojaat kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ba'zan masala pensiyaning o'zi emas, balki qo'shimcha imtiyoz, davolanish yo'llanmasi, sanatoriy, protez, ortopediya vositasi yoki nogironlik maqomini tasdiqlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchi muhim jihat, muddatsiz nogironlik belgilangan bo'lsa ham, ayrim holatlarda hujjatlarni aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Bu sizdan nogironlikni olib qo'yishadi degani emas. Ba'zan ba'zida familiya xato yozilgan bo'ladi, pasport almashgan bo'ladi, JSH noto'g'ri kiritilgan bo'ladi, eski xulosa raqamida nomuvofiqlik bo'ladi. Shunday vaziyatda fuqaro chaqirilsa, u darrov qo'rqmasligi kerak. Avval chaqiruv sababi nima ekanini yozma yoki og'zaki aniq so'rashi zarur. Ikkinchi jihat, tibbiy komissiya faqat ko'z bilan qarab qaror chiqarmaydi. U hujjatga tayanadi. Bu juda katta masala. Men amaliyotda ko'p ko'rgan odamning ahvoli og'ir, lekin hujjatlari tartibsiz. Masalan, u shifoxonada davolangan, lekin epikrizni olib qo'ymagan. Tahlillar eski. Mutaxassis shifokor xulosasi yo'q, rentgen yoki MRT natijasi uyda yo'qolgan. Keyin komissiyada kasallik tasdiqlanmadi yoki yetarli ma'lumot yo'q degan muammo yuzaga keladi. Shuning uchun sog'lig'ingiz og'ir bo'lsa ham, hujjat bilan isbotlanmagan holat ko'pincha tizimda to'liq ko'rinmaydi. Uchinchi jihat, vaqtni o'tkazib yubormaslik. Nogironlik muddati yo'lda tugasa, siz ütming yun kuni yugurishni boshlamasligingiz kerak. Kamida bir oy oldin oilaviy shifokorga murojaat qilib, yo'llanma, tahlillar, mutaxassislar ko'rgi, shifoxona ma'lumotlari, ambulator karta yozuvlarini tayyorlash kerak. Chunki bitta mutaxassisga kirish uchun navbat bo'lishi mumkin. Tahlil natijasi bir kunda chiqmasligi mumkin. Ayrim tekshiruvlar pullik yoki navbat asosida bo'lishi mumkin. Kechikishning oqibati esa oddiy. To'lov to'xtab qoladi yoki keyin qayta tiklash uchun ko'proq vaqt ketadi. To'rtinchi jihat, komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, jim ketmang. Har bir fuqaroning qaror bilan tanishish, tushuntirish so'rash, yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli idoralarga murojaat qilish huquqi bor. Masalan, sizga 3-guruh berildi, lekin sizning ahvolingiz 2-guruhga mos deb o'ylaysiz. Bunday holatda hissiyot bilan janjal qilish emas, hujjatlarni kuchaytirish kerak. Qaysi kasalliklar bor, qanday asoratlar bor,
mustaqil yurish, ishlash, o'zini o'zi parvarish qilish imkoniyati qanchalik cheklangan, bularning hammasi tibbiy hujjatda ko'rsatilishi lozim. 5-jihat tanish orqali hal qilaman degan yo'l eng xavfli yo'l. Chunki pensiya va nogironlik bo'yicha har qanday noqonuniy rasmiylashtirish keyinchalik fuqaroning o'ziga zarar bo'lishi mumkin. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish masalasi chiqishi ehtimoli bor. Agar soxta hujjat aniqlansa, bu yanada og'ir oqibatlarga olib keladi. Men har doim shuni maslahat beraman. Qonuniy yo'l bilan boring. Hujjatni to'g'ri yig'ing, shifokor xulosalarini tartibli qiling, har bir murojaatni ro'yxatdan o'tkazing. 6-jihat pensiya bo'limi va tibbiy komissiya vazifalari bir xil emas. Ko'p odamlar buni aralashtirib yuboradi. Tibbiy komissiya sog'liq holati bo'yicha xulosa beradi. Pensiya organi esa shu xulosa ish staji, yosh, to'lov turi va boshqa hujjatlar asosida pensiya yoki nafaqa masalasini hal qiladi. Agar tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, pensiya organi o'zidan o'zi davom ettiraman deb qaror qila olmaydi. Demak, muammo chiqmasligi uchun tibbiy va pensiya hujjatlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. 7-jihat hamma kasallik ham avtomatik nogironlik bermaydi. Bu gap ba'zilarga yoqmasligi mumkin, lekin haqiqat shunday. Masalan, qon bosimi bor, bel og'riydi, yurakda muammo bor, lekin bu kasalliklar har bir odamda har xil darajada kechadi. Komissiya kasallik nomiga emas, uning mehnat qobiliyatiga, kundalik hayotga, harakatlanishga, o'zini o'zi parvarish qilishga ta'siriga qaraydi. Shu bois hujjatda falon kasallik mavjud degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Fuqaro uzoq yura olmaydi. Doimiy dori qabul qiladi. Tez-tez statsionar davolanadi. Ko'rish qobiliyati pasaygan, o'zgalar yordamiga muhtoj kabi aniq holatlar ko'rsatilishi muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqin qarindoshingiz tibbiy komissiyadan o'tish kerak bo'lsa, nima qilasiz? Birinchi qadam, qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olayotganingizni aniqlang. Pensiya yoshga doirmi, nogironlikka bog'liqmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yichami yoki ijtimoiy nafaqami, shuni bilib oling. Agar hujjatingizda nogironlik guruhi va muddati ko'rsatilgan bo'lsa, sana ustiga alohida e'tibor bering. Muddatsiz deb yozilganmi yoki aniq sana bormi? Mana shu hal qiluvchi ahamiyatga ega. 2-qadam, oilaviy shifokor yoki poliklinikaga boring. Men sizga shuni maslahat beraman, meni komissiyaga yuboring deb umumiy gapirman. Aniq ayting, mening nogironlik xulosam muddati tugayapti. Qayta tibbiy ijtimoiy ekspertiza uchun hujjatlarimni tayyorlash kerak. Shunda shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yo'naltiradi. Masalan, nevropatolog, kardiolog, endokrinolog, oftalmolog, travmatolog, psixiatr yoki boshqa mutaxassislar kerak bo'lishi mumkin. Kasallik turiga qarab tekshiruvlar ro'yxati farq qiladi. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki nafaqa bo'yicha ma'lumot, avvalgi nogironlik xulosasi, ambulator karta, shifoxonada davolangan bo'lsangiz, epikrizlar, tahlillar, instrumental tekshiruvlar natijalari. Mutaxassis shifokorlar xulosalari kerak bo'ladi. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyidan ma'lumotnoma ham talab qilinishi mumkin. Agar ishlamayotgan bo'lsangiz, bu ham hujjatlarda aks etishi kerak. 4-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Bu juda oddiy, lekin juda muhim. Biror hujjatni topshirsangiz, uning nusxasi sizda qolsin. Agar arsangiz kirim raqami yoki qabul qilingan sana bo'lsin. Agar elektron murojaat qilsangiz, javob kelgan xabarni saqlang, chunki keyin siz murojaat qilmagansiz yoki hujjat yetib kelmagan degan holatda qo'lingizda dalil bo'ladi. 5-qadam. Komissiyaga borganda ahvolingizni aniq tushuntiring. Ba'zi odamlar uyaladi, men yaxshiman deb qo'yadi. Bu noto'g'ri. Siz shikoyatlaringizni bo'rttirmang, lekin yashirmang ham. Masalan, men yuraman deyish yetarli emas. Men 100 metr yurgandan keyin to'xtab dam olaman. Zinadan chiqa olmayman. Uyda ovqat tayyorlashga qiynalaman. Ko'rishim sababli o'qiy olmayman. Qo'lim ishlamagani uchun kiyinishda yordam kerak. Uyga 2 marta tez yordam chaqiramiz deb aniq ayting. Komissiya sizning kundalik hayotingizdagi cheklovlarni tushunishi kerak. 6-qadam. Qarorni olgandan keyin darhol tekshiring. Guruh to'g'ri yozilganmi? Muddat to'g'rimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, JSH, yashash manzili xatosizmi? Shuni ko'ring. Bir dona harf xatosi ham keyin pensiya bo'limida muammo tug'dirishi mumkin. Agar xato topsangiz, o'sha zahoti tuzatishni so'rang. 7-qadam. Pensiya organi bilan bog'laning. Tibbiy xulosa chiqqani bilan ish tugamaydi.
Bu xulosa pensiya yoki nafaqa to'lovlariga to'g'ri ulanganini tekshirish kerak. Ayniqsa muddati uzaytirilgan bo'lsa, yangi xulosa bazada aks etganmi? To'lov davom etadimi? Qarzdorlik yoki kechikish bo'lmaydimi? Shularni aniqlang. 8-qadam. Agar to'lov to'xtagan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya yoki nafaqa turi, muammo qachondan boshlanganini yozing. To'lovim nima sababdan to'xtatilganini tushuntirib berishingizni va qonuniy asosini ko'rsatishingizni so'rayman deb yozing. Shunda idora sizga aniq javob berishga majbur bo'ladi. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Yozma javob esa sizga keyingi murojaatlarda kerak bo'ladi. 9-qadam. Qarordan norozi bo'lsangiz, yuqori tartibda shikoyat qiling. Buning uchun avval qaror nusxasini oling, keyin tibbiy hujjatlaringizni to'ldiring. Mustaqil mutaxassis xulosalari bo'lsa ilova qiling. Shikoyatda men noroziman deyishning o'zi yetarli emas. Nima sababdan noroziligingizni yozing. Kasallik asoratlari inobatga olinmadi. Davolanish hujjatlari ko'rib chiqilmadi. Harakatlanish cheklovi baholanmadi. O'zgalar yordamiga muhtojlik hisobga olinmadi. Har bir gap hujjat bilan mustahkamlangan bo'lsa, murojaatning kuchi oshadi. 10-qadam. Qarindoshlar va farzandlar yoshi katta insonlarga yordam bersin. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi, navbat olishni bilmaydi, qaysi xonaga kirishni tushunmaydi. Natijada ular charchaydi, asabiylashadi. Hujjatni yarim yo'lda tatlab qo'yadi. Agar oilada nogironligi bor yoki kasal pensioner bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Hujjatni tartibga solish, nusxa olish, shifokorga olib borish, ariza yozish, javobni kuzatish katta yordam bo'ladi. Keling, bir nechta aniq vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 17 yoshli ona yoshga doir pensiya oladi, lekin titsasida og'riq bor. Qo'shnisi unga endi hammani komissiyaga chaqirishadi dedi. Bu ona faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, komissiyaga majburiy bo'lish shart emas. Lekin agar titsa kasalligi og'irlashib, yurish keskin cheklansa, u alohida tartibda nogironlik masalasi bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Bu boshqa masala. Ikkinchi vaziyat, 78 yoshli erkak insultdan keyin ikkinchi guruh nogironlik olgan. Muddati 1 yil. U davolanishni davom ettiryapti. O'ng qo'li sust ishlaydi, gapirishi qiyinlashgan. Bunday fuqaro muddat tugashidan oldin albatta oilaviy shifokorga murojaat qilib, nevrolog xulosasi reabilitatsiya ma'lumotlari, shifoxona epikrizi va kundalik cheklovlar bo'yicha hujjatlarni tayyorlashi kerak. Agar vaqtida o'tmasa, uning nogironlik pensiyasida uzilish bo'lishi mumkin. 3-vaziyat. Bolalikdan nogiron farzand 15 yoshga to'ldi. Ota-onasi u avvaldan nafaqa oladi, davom etaveradi deb o'yladi. Lekin 18 yoshdan keyin tartib o'zgarishi mumkin, kattalar bo'yicha baholash kerak bo'ladi. Agar bu oldindan tayyorlanmasa, oila bir necha oy moliyaviy qiyinchilikka tushib qolishi mumkin. Shuning uchun 18 yoshga yaqinlashganda oldindan poliklinika, tibbiy komissiya va nafaqa bo'yicha idoralardan tartibni so'rab olish kerak. 4-vaziyat. Fuqaro muddatsiz nogironlikka ega, lekin pasportini almashtirgan. Bazada eski pasport ma'lumoti turibdi. Pensiya bo'limida tekshiruv paytida mos kelmaslik chiqdi. Bu odam meni yana komissiyaga majbur qilishyapti deb o'ylashi mumkin. Aslida muammo tibbiy holatda emas, ma'lumotlarni yangilashda bo'lishi mumkin. Demak, har bir chaqiruvning sababini aniq bilish kerak. Hurmatli tomoshabinlar, asosiy fikr shuki, barcha pensionerlar bir xil tartibda majburiy tibbiy komissiyadan o'tadi deb vahimaga tushish kerak emas. Lekin pensiya yoki nafaqa sog'liq holati nogironlik guruhi yoki mehnatga layoqatsizlik xulosasiga bog'liq bo'lsa, tibbiy komissiya masalasi juda jiddiy. Muddatni o'tkazib yubormang, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Har bir xulosani tekshiring, og'zaki gapga emas. Yozma hujjatga tayang. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugunoq o'zingiz yoki yaqinlaringizning pensiya turi va tibbiy xulosa muddatini tekshirib qo'ying. Agar muddatli nogironlik bo'lsa, oxirgi kunni kutmang. Poliklinikaga boring, kerakli hujjatlarni yig'ing, nusxalarni saqlang va pensiya organi bilan aloqani uzmang. Shunda kutilmagan to'xtashlar, ortiqcha asabiylashish va keraksiz yugur-yugurlarning oldini olasiz. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizdan komissiyadan o'tish talab qilindimi? Qanday hujjat so'rashdi? To'lovda muammo bo'ldimi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga katta yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling.
va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini ham, pulini ham, vaqtini ham himoya qila oladi.